Assalamu alaikum. Ben Yusuf Bobur. Jidelikdan bo'ldim. Biz magazinga sinus qiladigan akalar kelib qoldi. Keluvdan ne bo'ldi desak, biz kichkina kirishani ochaymiz dedi. Kichkina janjallashib ketib qoldik. Ash tomda turgan ekan, men jin achchig'im kelib tashatardim. Kechirim so'rayman sizlardan. Boshqa qatalbet mizonga bosh egamiz. Bundan keyin bunday mizonsiz ish qilmaymiz. Men Qirg'iziston jaloni Yusuf Zafarbek. O'sha o'g'lisini yashayim Jidelik ko'chasida. Bugun erta menen Sinoska baylanishli kishilar kelib, meni jakamenchik magazinimni buzamiz deb kirishaga chiqib, bir-ikki kirishalar shiferlarda olib yerga solgandan keyin men o'zimni emotsiya oldirib, achchiq oldirib, ularga ildiga tushkilar, buzbog'lar deb tashatib qo'yibman, kechiringsiz. Bundan keyin bunday ish bo'lmaydi. Mizamga bosh egib yuramiz. Kechirim so'rayman, o'kinaman.